Aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir muhim va shoshilinch xabarni yetkazish uchun chiqdimki, uni e'tiborsiz qoldirish mutlaqo mumkin emas. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, mulk egasi bo'lsangiz yoki yaqin kelajakda mulk bilan bog'liq har qanday bitimni amalga oshirishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Men sizni ogohlantirishga majburman. Ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki unda keltirilgan ma'lumotlar bevosita sizning mulkingizning huquqiy maqomi va kelajagi bilan bog'liq. Eng muhimi, oldimizda juda ham qisqa muddat bor, 5 may sanasigacha. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. 5 maygacha bajarishingiz kerak bo'lgan jiddiy vazifa mavjud. Vaqtingiz juda oz, shuning uchun iltimos, ushbu videoni hozirda pauza qilmang. Diqqatingizni jamlang. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi, chunki uning ahamiyati juda katta. Muammoning mohiyati, ilgari qanday edi va endi nimalar o'zgardi? Keling, avvaliga mulkchilik munosabatlari va mulkni rasmiylashtirish tizimi ilgari qanday ishlaganini eslab olaylik. Ko'pchiligimiz uchun mulk hujjatlari deganda esimizga qog'oz shaklidagi, gerbli muhrlar bilan tasdiqlangan, eskicha blankalarda berilgan davlat orderlari, kadastr hujjatlari, ko'chmas mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi guvohnomalar keladi. Ushbu hujjatlar turli yillarda, turli idoralar tomonidan berilgan bo'lib, ularning bir qismi hatto Sovet davridan qolgan eski tartib-qoidalar asosida rasmiylashtirilgan. Bu hujjatlar jismoniy shaklda mavjud bo'lib, ular yo'qolib qolishi, yaroqsiz holga kelishi, hatto qalbakilashtirilishi mumkin edi. Mulk egasining o'zi ham hujjatlarni saqlash, ularning butligini ta'minlash uchun javobgar bo'lgan. Mulkni sotish, hadya qilish, meros qilib qoldirish yoki garovga qo'yish kabi bitimlar amalga oshirilganda, ko'pincha bu jarayonlar uzoq vaqt talab qilgan. Fuqarolar turli idoralarga qatnashga majbur bo'lganlar. Avval kadastrga, keyin notariusga, yana bankka va hokazo. Har bir qadamda yangi hujjat talab qilinishi, navbatlar, ortiqcha sarf-xarajatlar odatiy hol edi. Ma'lumotlar bazalarining tarqoqligi, bir-biriga bog'lanmaganligi sababli bir mulk bo'yicha turli idoralarda har xil ma'lumotlar mavjud bo'lishi ham tez-tez uchrab turadigan muammo edi. Bu esa noqonuniy xatti-harakatlar, firibgarlik holatlari uchun ham imkoniyat yaratib bergan. Lekin hozirgi kunda vaziyat tubdan o'zgardi va o'zgarishda davom etmoqda. Prezidentimizning tashabbusi bilan va hukumatning tegishli qarorlari asosida mulkchilik munosabatlarini tartibga solish, ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish tizimini to'liq raqamlashtirish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Endi asosiy e'tibor qog'oz hujjatlardan to'liq elektron tizimga o'tishga qaratilgan. Ya'ni har bir mulk obyekti va unga bo'lgan huquqlar yagona davlat axborot tizimida, ya'ni elektron kadastr tizimida ro'yxatdan o'tkaziladi. Bu tizim mulk haqidagi barcha ma'lumotlarni markazlashtirilgan holda saqlaydi, ularning ishonchliligi va xavfsizligini ta'minlaydi. Bu o'zgarishlarning eng muhim jihati shundaki, endilikda eskirgan, qog'oz shaklidagi mulk hujjatlari o'zining yuridik kuchini to'liq yo'qotishi mumkin. To'g'ri eshitdingiz, agar sizning mulkingiz bo'yicha hujjatlar yagona elektron kadastr tizimida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, 5 maydan keyin bu hujjatlar kelajakda amalga oshiriladigan mulk bitimlarida tan olinmasligi, qo'shimcha qiyinchiliklar tug'dirishi yoki hatto juda katta jarimalarga olib kelishi mumkin. Bu degani siz o'zingizning uy-joyingizga, yer uchastkangizga, avtomobilingizga yoki boshqa mulkingizga egalik huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlarning yangi avlodiga ega bo'lishingiz shart. Bu avlod esa elektron shakldagi hujjat hisoblanadi. Aslida bu jarayon 2020 yildan keyin asta-sekin joriy etila boshlangan edi. Ammo ko'pchilik bundan bexabar qolgan. Hozir esa ushbu o'zgarishlar yakuniy bosqichga kirib, 5 may sanasi esa bu jarayonni yakunlash uchun belgilangan muhim muddat hisoblanadi. Bu muddatdan keyin eski hujjatlar bilan bog'liq har qanday operatsiyalar murakkablashadi, qimmatlashadi, ba'zida esa umuman imkonsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun men sizni shoshilishga va zudlik bilan harakat qilishga chaqiraman. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlarga xavotir olish shart emas? Keling, endi bu yangi tartib qoidalarining mohiyatini yanada chuqurroq tushunib olaylik. Nimalarni bilish kerak?
Birinchidan, sizning mulk hujjatlaringiz, uy, kvartira, yer uchastkasi, noturar joy obyekti va hokazo bugungi kunda Davlat kadastrlari palatasining yagona elektron reyestrida mavjud bo'lishi shart. Agar u yerda ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, demak sizning qog'oz hujjatlaringiz elektronlashmagan hisoblanadi. Bu degani siz eski turdagi qog'oz hujjatga ega bo'lsangiz ham, u yagona elektron bazaga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yangi qoidalar aynan mana shu elektron bazaga kiritilmagan eski namunadagi hujjatlar bilan bog'liq. Ikkinchidan, 2020 yildan oldin rasmiylashtirilgan mulk hujjatlarining deyarli barchasi qayta ro'yxatdan o'tkazilishi yoki ma'lumotlari elektron bazaga kiritilishi talab etiladi. Buning uchun mulk egasi yoki uning qonuniy vakili tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi lozim. Uchinchidan, 5 may sanasi belgilangan muddat. Bu muddatgacha murojaat qilgan fuqarolar uchun qandaydir imtiyozlar, soddalashtirilgan tartib yoki jarimalardan ozod qilish kabi qulayliklar bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Muddat o'tgandan keyin murojaat qilganlarga esa qo'shimcha to'lovlar, jarimalar qo'llanishi yoki hatto ro'yxatdan o'tkazish jarayoni yanada murakkablashishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Bu savolga javob juda aniq. Agar sizda 2020 yilgacha olingan qog'oz shaklidagi mulk hujjatlari mavjud bo'lsa, siz albatta xavotir olishingiz va zudlik bilan choralar ko'rishingiz kerak. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. 1. Misol 1. 75 yoshli Mavluda buvi umri davomida yashab kelgan 2 xonali kvartiraga ega. Uning kvartira hujjatlari 1985 yilda berilgan order va kadastr hujjatidan iborat. Mavluda buvi hech qachon bu hujjatlarni yangilamagan va ular hali ham qog'oz shaklida saqlanadi. Agar Mavluda buvi 5 maygacha Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'z mulkini elektron bazaga kiritmasa, u jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Masalan, agar u kvartirasini sotmoqchi bo'lsa, uning hujjatlari tan olinmasligi mumkin yoki kelajakda farzandlari unga merosxo'rlik qilishda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Elektron ro'yxatdan o'tmagan mulkni garovga qo'yish ham imkonsiz bo'lib qoladi. Eng yomoni, muddat tugagandan so'ng Mavluda buviga mulkni elektron bazaga kiritish uchun qonunchilikda belgilangan jarima, masalan, bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha, ya'ni 1.700.000 so'mdan ortiq qo'llanishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda ro'yxatdan o'tkazish uchun belgilangan davlat boji ham oshishi ehtimoli bor. Misol 2. Tadbirkor Alisher aka shaxsiy do'koniga ega. Bu do'kon hujjatlari 1998 yilda avvalgi tartibda rasmiylashtirilgan va hali ham qog'oz shaklida. Alisher aka do'konni kengaytirmoqchi yoki garovga qo'yib, kredit olmoqchi. Agar u mulkini elektron ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa, banklar uning mulkini garov sifatida qabul qilmaydi, chunki u huquqiy jihatdan shaffof emas. Biznes faoliyatida shaffoflik va hujjatlarning tartibli bo'lishi juda muhim. Shuningdek, nazorat organlari kelajakda bunday mulklar bilan bog'liq muammolarni tekshirishlari va tegishli jarimalar qo'llashlari mumkin. 3. Misol 3. Xorijda ishlaydigan Jamol aka otasidan qolgan hovlini meros qilib olgan, ammo merosni to'liq rasmiylashtirmagan yoki meros guvohnomasi bor. Ammo kadastr hujjatlari hali ham marhum otasining nomida turibdi va ular ham 2005 yilda berilgan eski namuna hujjatlari. Agar Jamol aka 5 maygacha harakat qilmasa, merosni o'z nomiga o'tkazish jarayoni juda murakkablashadi. U avval otasining hujjatlarini elektronlashtirishi, keyin o'z nomiga rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Bu esa 2 karra qiyinchilik va xarajatni anglatadi. Qisqacha aytganda, agar siz mulkingizni erkin tasarruf etishni, sotish, hadya qilish, meros qoldirish, uni garovga qo'yishni, bankdan kredit olishni, davlat xizmatlaridan foydalanishni istasangiz, mulkingiz elektron ro'yxatdan o'tgan bo'lishi shart. Kimlarga xavotir olish shart emas. Yangi tizim joriy qilingandan keyin, ya'ni 2020 yildan keyin mulk xarid qilgan yoki rasmiylashtirgan fuqarolarga xavotir olish shart emas. Chunki ularning hujjatlari avtomatik ravishda yagona elektron bazaga kiritilgan. Misol uchun, agar siz 2021 yilda yangi qurilgan uydan kvartira sotib olgan bo'lsangiz yoki 2022 yilda notarius orqali yer uchastkasi xarid qilgan bo'lsangiz, sizning hujjatlaringiz allaqachon elektron shaklda mavjud bo'lishi kerak. Bu holatda sizga hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmaydi. Shuningdek, ijarada turadigan yoki mulk egasi bo'lmagan shaxslarga ham bu jarayon to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatmaydi.
Ammo agar siz kelajakda mulk sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, sota oladigan mulkingiz bo'lsa, hozirdanoq ushbu masalani o'rganib chiqishingiz muhim. Kimlar uchun tekshirib ko'rish zarar qilmaydi? Agar sizning mulk hujjatlaringiz 2020 yildan keyin olingan bo'lsa ham, bir marta Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib yoki kadastr agentligining rasmiy veb-sayti orqali o'z mulkingizning elektron bazada ro'yxatdan o'tganligini tekshirib ko'rishingiz ortiqcha bo'lmaydi. Ba'zida texnik xatolar yoki ma'lumotlar uzatishdagi nosozliklar tufayli ayrim hujjatlar bazaga kiritilmay qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot shart. Bir marta tekshirib qo'yish o'zingizning xotirjamligingiz uchun juda muhimdir. Asosiy qism 2. Qoidalarga istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonun yoki tartibda bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolardan qochishga yordam beradi. Istisnolar. 1. Kichik obyektlar va yordamchi inshootlar. Ba'zi fuqarolarda uy-joyga qo'shimcha ravishda hovlisida kichik omborxona, hojatxona yoki qo'shimcha yordamchi inshootlar bo'lishi mumkin. Agar bu inshootlar alohida kadastr hujjatlariga ega bo'lmasa va uyning asosiy hujjatlarida aks ettirilgan bo'lsa, ularni alohida ro'yxatdan o'tkazish shart bo'lmasligi mumkin. Biroq bu har bir aniq holatda kadastr mutaxassislari bilan maslahatlashishni talab qiladi. Agar bu inshootlar keyinchalik alohida mulk sifatida sotilishi yoki rasmiylashtirilishi reja qilingan bo'lsa, ularni ham elektron bazaga kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. 2. Nizoli mulklar. Agar sizning mulkingiz bo'yicha sud muhokamasi ketayotgan bo'lsa yoki mulk bilan bog'liq nizolar mavjud bo'lsa, sizning holatingiz biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Bunday hollarda elektron ro'yxatdan o'tkazish jarayoni sud qaroriga qadar to'xtatib turilishi yoki sud qaroriga asosan amalga oshirilishi mumkin. Bunday vaziyatlarda birinchi navbatda yuridik maslahat olish va sud jarayonlarini tezlashtirishga harakat qilish tavsiya etiladi. 3. Davlat va munitsipal mulklar. Davlatga yoki munitsipalitetga tegishli bo'lgan mulklar uchun alohida ro'yxatdan o'tkazish tartibi mavjud bo'lib, fuqarolar ushbu mulklar bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri mas'ul emas. Ammo agar siz davlatdan yoki munitsipalitetdan bino yoki yer uchastkasini ijaraga olgan bo'lsangiz, ijaraga olingan mulk hujjatlarining elektron bazada mavjudligini tekshirish sizning mas'uliyatingizda bo'lmasa-da, kelishuvning shaffofligini oshiradi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. 1. Firibgarlar. Har qanday yangi tizim joriy etilganda, firibgarlar ham faollashadi. Sizning mulkingizni 5 maygacha tezkorlik bilan elektron ro'yxatdan o'tkazib beramiz. Faqat falon pulni o'tkazing degan yolg'on takliflarga aslo ishonmang. Davlat xizmatlari markazlari va kadastr agentligi xodimlari sizdan hech qachon telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki bank karta raqamlaringizni so'ramaydilar. Barcha rasmiy to'lovlar faqat davlat xizmatlari markazlarining kassalarida yoki ularning rasmiy veb-saytlari orqali amalga oshiriladi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga bermang. 2. To'liq bo'lmagan hujjatlar to'plami. Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganda sizdan barcha kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz talab etiladi. Agar hujjatlaringizdan biron birisi yetishmasa yoki ularda xatoliklar mavjud bo'lsa, arizangiz rad etilishi mumkin. Bu esa vaqtni yo'qotish va 5 may muddatini o'tkazib yuborishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin hujjatlaringizning to'liqligini va to'g'riligini 2 marta tekshiring. 3. Texnik muammolar. Elektron tizimlar ba'zan texnik nosozliklarga uchrashi mumkin. Agar siz onlayn ariza topshirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, tushkunlikka tushmang. To'g'ridan-to'g'ri davlat xizmatlari markaziga tashrif buyuring. U yerda sizga texnik yordam ko'rsatiladi. 4. Uzoq hududlardagi aholining xabardor emasligi. Afsuski, ba'zi uzoq qishloq joylarda yashovchi fuqarolar bu o'zgarishlardan yetarlicha xabardor bo'lmasligi mumkin. Agar sizning atrofingizda shunday keksa yoki axborotga kam ega bo'lgan kishilar bo'lsa, iltimos, ularga ham bu muhim ma'lumotni yetkazishga yordam bering. Ularni davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishga undang. 5. Meros jarayoniga ta'siri. Yangi tizim merosni rasmiylashtirish jarayonini ancha soddalashtiradi, chunki mulkning yuridik tarixi aniq va shaffof bo'ladi.
Biroq, agar meros qoldiruvchining mulki elektron ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, merosxo'rlar avval mulkni elektron bazaga kiritishi, so'ngra uni o'z nomlariga rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Bu esa qo'shimcha vaqt va mablag' talab qiladi. 6. Garov va kreditlarga ta'siri. Yuqorida aytib o'tganimizdek, elektron ro'yxatdan o'tmagan mulk garov predmeti bo'la olmaydi. Bu degani banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlar sizga elektron bazada qayd etilmagan mulk evaziga kredit bermaydi. Shuning uchun, agar siz kelajakda yirik kredit olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, mulkingizning elektron ro'yxatdan o'tganligiga ishonch hosil qiling. 7. Hujjat yo'qolgan taqdirda. Agar sizning eski qog'oz hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa va ular hali elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, siz avval hujjatlarni qayta tiklash jarayonidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu esa ancha uzoq va murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Elektron ro'yxatdan o'tgandan so'ng esa hujjat yo'qolish muammosi deyarli yo'qoladi, chunki barcha ma'lumotlar raqamli bazada saqlanadi. Praktik maslahat: tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning aniq harakatlar rejangiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Qisqacha aytganda, qo'llanma. Bir qadam hujjatlaringizni tekshiring. Barcha mulk hujjatlaringizni uy, kvartira, yer uchastkasi, garaj, do'kon vaqti jamlang. Har bir hujjatning qachon berilganligiga e'tibor bering. Agar u 2020 yilgacha berilgan bo'lsa va u faqatgina qog'oz shaklida bo'lsa, demak, sizning mulkingizni elektron ro'yxatdan o'tkazish talab etiladi. Hujjatlaringizning to'liqligiga, ularda xatoliklar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Masalan, ism, familiya, ota ismida imloviy xatolar yoki mulk manzillarida chalkashliklar mavjud bo'lsa, ularni avval tuzatish lozim. Bu jarayon notarius yoki kadastr idoralari orqali amalga oshiriladi. 2 qadam mas'ul organni aniqlang va murojaat joyini tanlang. Bu jarayonni amalga oshirish uchun ikkita asosiy maskan mavjud. 1. Davlat xizmatlari markazlari TXM respublikamiz bo'ylab har bir tuman va shaharda mavjud. Bu yerda sizga qulay va tez xizmat ko'rsatiladi. Barcha hujjatlaringizni olib, o'zingiz yashayotgan yoki mulk joylashgan hududdagi TXMga murojaat qilishingiz mumkin. 2. Kadastr agentligining rasmiy veb-sayti Kadastr, uz yoki xizmat, uz portali orqali agar sizda elektron imzo bo'lsa va internetdan foydalanishda tajribangiz bo'lsa, bu xizmatdan onlayn tarzda ham foydalanishingiz mumkin. Bu usul vaqtingizni tejaydi va navbatlarda turishingizga hojat qoldirmaydi. 3 qadam kerakli hujjatlarni to'plang. Mulkni elektron ro'yxatdan o'tkazish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat, asl nusxasi va nusxasi. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi qog'oz hujjat, davlat orderi, kadastr guvohnomasi, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi va hokazo, asl nusxasi va nusxasi. Nikoh guvohnomasi, agar mulk nikoh davrida olingan bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi. Agar siz boshqa shaxs nomidan harakat qilayotgan bo'lsangiz, notarial tasdiqlangan ishonchnoma, asl nusxasi. Ayrim hollarda mulkning to'lov kvitantsiyalari yoki texnik pasport ham talab qilinishi mumkin. Shuning uchun barcha mavjud hujjatlaringizni o'zingiz bilan olib borishingizni tavsiya qilaman. 4 qadam arizani topshirish. Davlat xizmatlari markaziga borganingizda xodimlar sizga blankani to'ldirishga yordam berishadi. Siz esa o'z hujjatlaringizni taqdim etasiz va ularning nusxalari olinadi. Agar onlayn tarzda murojaat qilsangiz, elektron shakldagi arizani imzo yordamida imzolaysiz va hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yuklaysiz. Arizani topshirish jarayonida davlat boji to'lanishi lozim. Bu boj miqdori qonun hujjatlarida belgilangan bo'lib, odatda unchalik yuqori bo'lmaydi. Lekin 5 maydan keyin bu boj miqdori oshishi yoki jarimalar qo'shilishi mumkinligini unutmang. 5 qadam arizaning holatini kuzatish va yangi elektron hujjatni olish. Ariza topshirilgandan so'ng sizga arizaning ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida kvitansiya yoki SIMS xabar beriladi. Unda arizangizning raqami ko'rsatilgan bo'ladi. Siz ushbu raqam orqali davlat xizmatlari markazlarining yoki kadastr agentligining rasmiy veb-saytida arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin.
Belgilangan muddat ichida, odatda bir necha ish kuni, sizning mulkingiz bo'yicha ma'lumotlar elektron bazaga kiritiladi va sizga yangi namunadagi elektron mulk guvohnomasi beriladi. Bu hujjat endilikda qog'oz shaklida emas, balki elektron tizimda saqlanadi va uning yuridik kuchi eskisidan ancha ustun bo'ladi. Siz o'zingiz istagan vaqtda uning elektron nusxasini chop etishingiz yoki kerakli idoraga taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. 6 qadam. Agar muddatni o'tkazib yuborsangiz nima bo'ladi? Agar siz 5 maygacha murojaat qila olmasangiz, mulkni elektron ro'yxatdan o'tkazish jarayoni yanada murakkablashishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimdek, jarimalar qo'llanilishi, davlat bojlari oshirilishi va bu jarayon uchun ko'proq vaqt talab qilinishi ehtimoli bor. Hatto ba'zi mulk bitimlarini amalga oshirishda qo'shimcha to'siqlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha 5 mayga qadar ushbu masalani hal qilishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Xulosa qilib aytganda, bu jarayon mulkingizning huquqiy himoyasini kuchaytirish, uni yanada ishonchli va shaffof qilishga qaratilgan. Bu mulkingizni kelajakda erkin tasarruf etish, uni sotish, hadya qilish, meros qoldirish yoki garovga qo'yish kabi barcha huquqiy operatsiyalarni oson va muammosiz amalga oshirish imkoniyatini beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz yurtdoshlar, men bugun sizga haqiqatan ham juda muhim va shoshilinch xabarni yetkazishga harakat qildim. 5 may sanasi yaqinlashmoqda va bu muddat mulkingizning kelajakdagi huquqiy maqomini belgilab berishi mumkin. Hech qanday shubha yo'qki, bu o'zgarishlar sizning manfaatingiz uchun xizmat qiladi. Ko'chmas mulk sohasidagi shaffoflikni oshiradi, firibgarliklarning oldini oladi va mulk bilan bog'liq har qanday bitimlarni osonlashtiradi. Shuning uchun, iltimos, ushbu videoni ko'rganingizdan so'ng darhol harakat qiling. O'z mulk hujjatlaringizni tekshiring, zarurat bo'lsa, davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling yoki onlayn xizmatlardan foydalaning. O'zingizni va yaqinlaringizni ortiqcha boshog'riq va jarimalardan himoya qiling. Ushbu videodagi ma'lumotlar bo'yicha o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. O'z mulkingizga ehtiyot bo'ling va qonuniy huquqlaringizdan to'liq foydalaning. E'tiboringiz uchun rahmat.